Hökumətning bizga go'zal turmush yaratib berganligiga rahmat. Hökumətning chaqiriqiga ovoz qo'shib, Uyg'urlar bilan xanzurlarning to'y qilishini ilgari surish uchun 100 nafar kelinjakka jiddiy ehtiyoj bor. Millatlar ittifoqlashib bir oila kishilar bo'lishni ilgari surib, telefon berib maslahat so'rashni qarshi olamiz. Urug' tuqqan do'st birodarlarni tunishtirishni qarshi olamiz. Sizning telefon berishingizni kutamiz. Aloqalashish telefon nomerimiz 176 99 98 97 66. Xitoy hukumatining Uyg'ur qizlarini Xitoy erlariga yotiq qilishni davlat siyosiy sifatida ijro qilayotganligi oshkorlandi. Yaqında Xitoyning ijtimoiy taratqularida tarqatilgan Uyg'urcha videolik e'londa Xitoy erlar bilan to'ylashadigan 100 nafar Uyg'ur qizga ehtiyoj borligi ochiq-oshkor e'lon qilingan. Ma'lum bir Xitoy er bilan Uyg'ur qizining to'y ma'rakasining sin ko'rinishi bilan tayyorlangan bu e'londa partiya va hukumatning bizga go'zal turmush yaratib berganiga rahmat. Hukumatning chaqiriqiga ovoz qo'shib, Uyg'urlar bilan xanzurlarning to'y qilishini ilgari surish uchun 100 nafar kelinchakka jiddiy ehtiyoj bor deyilgan. Bu e'lon yana qiziqchilarning darhol aloqa qilishi, ochiq va do'stlarga bu e'lonni darhol yetkazib qo'yishi tavsiya qilingan hamda aloqalashish telefon nomeri qo'yib qo'yilgan. Ijtimoiy taratqularda bu telefon nomerining Qashqarga oid nomerligi olg'a surilmoqda. Yaqinqi bir qancha yildan buyon Xitoy hukumat axborotlarida va boshqa ijtimoiy taratqularda Xitoylar bilan Uyg'urlarning to'ylashishi haqidagi xabarlari ham shundaqla Xitoy o'lkalaridagi Xitoy erlarini Uyg'ur eliga kelib makonlashishga va bu yerda Uyg'ur qiz ayollar bilan o'ynashga chaqiradigan tashviqotlar ko'rinarli darajada ko'paygan edi. Buning Uyg'ur elida lager tuzma yo'lga qo'yilib, Uyg'ur erlarini asos qilgan millionlagan kishining lagerga tutilish bilan mos qadamda o'ttirg'i chiqishi, chet ellardagi Uyg'ur jamoati ham shundaqla Uyg'urlarni tadqiq qilayotgan kuzatuvchilar birdak diqqatini qo'zg'agan. Amerikalik antropolog Darren Bayler bu haqda e'lon qilgan bir maqolasida Uyg'ur qizlarini Xitoy erlariga yotiq bo'lishga majburlayotgan siyosat va jamiyat amollarini analiz qilgan. U maqolasida Xitoy hukumatı Uyg'ur elida maxsus Uyg'ur ayollarini nishon olgan jinsiyat siyosati yurgizmoqda. Tarixda tunji qitim Uyg'ur ayollari davlat apparatlarining jinsiy nishoniga aylandi deb ko'rsatgan edi. Xitoy ijtimoiy taratqularida oshkor bo'lgan bu e'lon chet ellardagi Uyg'ur jamoatining kuchli noroziligini qo'zg'adi.